Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Biz mahallamizdagi turli xil tadbirkorchilik ishlarini ko'rsatishda davom etamiz. Bizani bu galgi videomizda banan market bo'lardi. Mana shu Damas turgan joyda, esingizda bo'lsa, shu joyda alohida ko'chishgan, mana shu joyda joy olishgan. Asqarxon aka boshliqlaridagi do'kon. Assalomu alaykum. Asqarxon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mahallamizning guruhiga bir video qilaylik deb oldingizga chiqdik. Yangi joylar muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Endi mana Ramazon oldi hamma uyiga ro'zg'orliklar qilish boshlashadi. Shunga begona qilmasdan o'zimizni mahalladagi do'konlardan ham qilishsa yaxshi degan maqsadda chiqqan edik. Unda biz bir ichkariga kirib, narsalarni ko'rsatib, narxlarni so'rayveramiz, mayli? Hop, kelinglar, kiraveramiz. Tashqarida ham mevalar bor, sabzavotlar bor. Undan tashqari, assalomu alaykum. Ichkariga kiradigan bo'lsak, do'konimizning ko'rinishi. Hozir sizlarga hozirgi vaqtda eng ko'p olinadigan mahsulotlar haqida va ular narxlari haqida ma'lumot beramiz. Asqarxon aka, kartoshka, piyozlar nech puldan bo'lyapti? Piyoz 3000 kilosi. Kartoshkalar 7000 dan rossiyskiy. Kilolari 7000. Yana eng ko'p odamlar olishadigan mahsulotlarni bir narxlarini aytib ketsak, mevalardan. Nech puldan shu yashil olmalar? 25000, 30, 33, 30-33. Mandarinlarimiz 17-18 apelsin. Apelsinlar 23 bu. Qulupnaylaringiz ham bor ekanda. Qulupnaylaringiz qanchadan? Quluplar 150-140 lira bo'lmas. 100 gram shunda 15 mingdan tushyapti. Bunaqa boshqacha mevalar ham sotishayotgan ekan. Keyin tuxumlar nech pullar? Asqarxon aka. 1,5 ming, reshetkasi 45 ming. Yana yog'larni ham so'raylik. Yog'lar nech pullar? 22 ming dollar, Avedov 24. Zatiya 25. Zaltoy semichkachi buni? Zaltoy semichka 24. 24 mingdan. Zo'r. Mana bugun juma kundan foydalanib amakimizga bir uylariga meva-chevalardan olib ketib, oilani xursand qilish maqsadida kelibdilar. Asqarxon aka, zo'r rahmat, ishlaringiz rivojini, barakasini bersin. Chaqchuqlaringiz haqida ham ma'lumot beramiz. Ular nech puldan? Mana o'ziga yozib qo'yilgan ekan, 185 mingdan. 60, 170, 175, 50 minglik mayiz bor. 150 minglik bor. Ramazon oldi uyga yong'oqlardan, mayizlardan olib, kuch-quvvat bo'lishiga bir narsalar qilib qo'ysa bo'lar ekan. Xurmolarni olib kelib boshlabsizlar-da. Xurmolar nech puldan? Xurmo 35, 33 kilosi. Zo'r, tushunarli. Xo'p, Asqarxon aka, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Mahallamiz nomidan barakasini bersin. Amaki, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bir-ikki og'iz sizning fikrlaringizni olsak bo'ladi. Shu mahallada yashaysizmi? Mahallada yashaymiz. Bu do'kon haqida fikringiz qanaqa? Ko'p chiqib turasizmi bu yerga? Ko'p chiqaman. Narxlari yaxshimi sizga? Yaxshi, mahsulotlari ham yaxshi. Qolgan mahalladoshlaringizga ham tavsiya qilasiz-a? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana qaysi joylarni yoritib berishimizni istashinglar, izohda yozib qoldirsanglar, o'sha joylarni ham egalariga aloqaga chiqib ko'rsatib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.